Bu Abu Talha degan sahoba bo'lgan radhiyallohu anhu. Abu Talhani bir go'dagi bor edi. Go'dak. Kasal edi shu. Bir kuni xuftonga ketdi, namoz o'qigani. Namozdan qaytib kelganda bola vafot etib qolgan edi. Abu Talhani xotini Abu Talhaga bolaning vafot etganini aytmadi. Farzand yaxshimi dedi, o'sha holda yotibdi dedi. O'tirishdi, taom yeyishdi, yotishdi. Bular kechasi bilan yotib ertalab bo'lganda xotin aytdiki, qo'shnimiz bir narsa bizga beruvdi, shuni so'rayapti, qaytib beraymi yo'qmi dedi. Berasan dedi. Xafa bo'lmaysizmi qaytib berib olsam dedi. Yo'q, xafa bo'lmayman. Nima xafa bo'laman? Uniki-ku dedi. Farzandimizni ham oldi dedi. Bergan zot oldi dedi. Xafa bo'lmaysizmi dedi. Yo'q dedi. Nima deydi endi? Xotinning hikmatini qarang. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Bomdodga ketdi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga bomdoddan keyin ayolini qilgan ishini aytib berdi. Ya Rasululloh, shunaqa bo'ldi. Ayolim meni kechqurun go'zal kutib olib, ertalab mana shu gapni gapirdi. Deganda payg'ambar alayhissalom ayolning haqqiga duo qildilar. Va bugungi kechani barakotidan Alloh taolo sizlarga ajoyib farzand beradi. Dedilar, duo qildilar. Ular ajoyib o'rniga farzand qildi bir yildan keyin. Bu ayol bizga bugungi ayollarimiz uchun madrasa bo'lish kerak. Erini kutib olish namunasi. Er qaytib kelganda ozgina narsani bahona qilib, hali telefondagi nimanidir bahona qilib, hali ko'chadagi nimanidir bahona qilib janjal ko'taradigan, janjalli reja qilib turadigan xotinlar bo'lar ekan. Erimga mana bundoq qilsam janjal chiqadi, keyin janjaldan keyin mana bu ishni qilaman deb reja tuzar ekan. Shunaqa ayollar bor ekan. Bular Xudodan qo'rqish kerak.